1000 ta bedanani 5 yulduzli gostinitsasiga suv idishlarini to'g'irladik. 4-5 ta akamiz ham lichkaga ham kommentariyada bir maslahatlar berishdi. Nipelni payeniya qiling, juda ham bir samarali bo'ladi. Aytganlarini qildim. Rahmat maslahat berganlar uchun. Juda ham akkuratni 3-4 ta plyus tomoni bor ekan. Dori bermoqchi bo'lsa, shu suv idishiga dorini qo'yib aralashtirib berilaverar ekan. Shu tumshug'ini tekkizganda o'zi tomib tushar ekan. Juda chaman chiqdi. Bir ko'ring-da. Plastik truba 25 likdan oldik. Mana bu narsalarni betaptekadan olib keldim. U hamma joyda ham sotilib ekan, ayrim betaptekalar sotilgan, kattaroq betaptekalarda. Tak, juda ham zo'r ekan. Mana suvni tumshug'ini tekkizsanglar, shu ekan menimcha eplab kallasi yetsa kerak, buyoqqa tumshug'ini tekkizgani. Tak, meniki 90 gradusli qo'ymoqchi edik, 90 aytmaydigan, sразу burilib olar ekan. 45 graduslidan atvoddan qo'ydik. Mana unga perexod qilib, mana shu trayni qo'ydik. Meniki 15 likdan atvod qo'yib qo'ydik. Plankasini taqrib bilan mana shunday olib keldik. Juda ham akkuratni chiqar ekan. Tak, eshikchalari, eshigiga oddiy plastik. Men setka sotib olib o'tirmadim. Temirli setka qilsa bundan ham chiroyliroq bo'lar ekan, lekin menga chiroydan ko'ra byudjetli variant kerak edi. Plastiklardan oshib qo'yganlari bor, qirqib. Menimcha mana shu eshikcha yetsa kerak. Vaqti bemahal ushlaganda. Keyin buni necha pulga tushdi deb shu videoda kommentariyaga yozilgan edi. Hali aniq bilmadim necha pulga to'xtaganini. Mana ish to'xtadi, ish tugadi, bo'ldi, qilinadigan rasm qilinib bo'ldi. Nimalar ketdi? Reyka 450 ming so'mlik reyka oldim. 4 ga 2 dan yasaldi bu. Samares 50 ming so'mlik, kichkinayu kattayu hammasidan aralashib olib keldim. Profil 3 ta profil ishlatdim, oxiriga 60 ming so'm bo'ldi. Plastik 200 mingga aylandi plastik. Setka oldi tomoniga adashmasam 15 mingda metri, 60 ming so'mlik ketdi. Setka ichiga yashil setkadan qo'yganmiz. Bu oddiy setka emas ekan. Temirli setkaga plastmasani rezinkami shafa quyilgan ekanda. Oddiy setka emas ekan, oyog'i botmaydi. Yaxshiroq ekan shu. Bu 150 ming so'mga olinibdi. Suv idishiga 150 ming ketdi. Plastiga, jigarrang narsalari, shularga jami 150 ming. 1 million 200 ming so'mga bu narsa menga to'xtabdi. Endi kommentariyada ham yozishdi. Lichkamga bir do'stimiz yozdi, necha pul qanaqa ketdi deb. Mana o'sha hammasi bir to'xtamga to'xtaldi. Zakaz bersak bo'ladimi deb juda ko'pchilik kommentariyaga yozgan. Zakaz bersak bo'lar ekan, yasasa bo'lar ekan, juda sifatli, optimalli, byudjetli variant. Palon millionga tushmadi. 1 million 200 mingga menga tushdi. Bitta qismatini bersak, yasab bersak, yo'q demaymiz. Faqat buni 3 ga bo'lish kerak ekan. Transportirovka qilish uchun. Rojaga borsa ham shu 3 tasini laboga sig'dirib olib ketsa bo'laveradi, lekin bu uzunasiga 4 metr 5 metrlikda qiyin ekan. Biz ham u tomondan bu yoqqa olib kelgancha ancha qiynaldik. Asab 4-5 kunda bedanalarimizga salom olib kelsak, qo'yib ko'ramiz. Endi rezultatni ular aytadi-da, nima holat, nima bo'lmagan, nima bo'lganligini. Juda zo'r chiqdi menimcha. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, mehnatga bitta like qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.